Bunga qo'shiladigan serialari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, 550 markali sementdan foydalanar ekan. Undan tashqari hozirgi kunda trend bo'layotgan chinoz xumidan ham foydalanar ekan, hurmatli do'stlar. Xullas, bu qurigandan keyin 20 kilo bo'ladi. Chunki bunga ko'proq sement qo'shiladi, o'shani hisobiga sal og'irroq chiqadi. E'tibor berasizlar, 3 kun yoki 4 kun bo'ldi, yangi texnika bilan ta'minlangan bitta yoki ikkita odam bilan kuniga 1000 ta 2000 ta g'isht bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Mishalga polni qorishmalar aylanib, avtomatlashtirilgan tarzda qorishmalar kelib, mana bunaqa roliklar orqali g'ishtlarimiz taxlanadi, hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga gazoblok ishlab chiqaradigan sexdan primoy obzor tayyorlab beraman. Videoni ko'rishdan oldin обязательно bir dona like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan, Bekstagamga qarashli gazoblok ishlab chiqaradigan sexda turibmiz. Bu sexi ishga tushganiga 3 kun yoki 4 kun bo'ldi. E'tibor berasizlar, yangi abadronlar bilan ta'minlangan, avtomatlashtirilgan tarzda ish boshladi, hurmatli do'stlar. Xullas, bir dona gazoblokimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bir dona gazoblokimiz razmerlari 60, 30, 20 razmerda bo'ladi, ya'ni penoblok bilan bir xil qolipi. Bunga qo'shiladigan serialari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, 550 markali sementdan foydalanar ekan. Undan tashqari hozirgi kunda trend bo'layotgan chinoz xumidan ham foydalanar ekan, hurmatli do'stlar. Undan tashqari o'zini yana maxsus qorishmalari bor, hammasini birlashib ishlab chiqarayotgan ekan. Xullas, bu qurigandan keyin 20 kilo bo'ladi, hurmatli do'stlar. Misol uchun penoblok 7-8 kilo bo'ladigan bo'lsa, gazoblokimiz 19-20 kilo atrofida bo'ladi. Chunki bunga ko'proq sement qo'shiladi, o'shani hisobiga sal og'irroq chiqadi. Xullas, bir dona gazoblokimizni hozirgi kundagi narxi, hurmatli do'stlar, kelib olib ketaman ukam, o'zimiz sexga borib, qo'limiz bilan ushlab ko'rib, ustalarimiz bilan maslahatlashib olib kelamiz deydigan bo'lsanglar, 18 ming so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Yo'q, uyimdan chiqa olmayman, ustalarim bor, o'zingizlar chiqarib yuboringlar deydigan bo'lsanglar, dastavkasi ichida 18500 so'mdan aylanadi, hurmatli do'stlar, 500 so'm raznica qiladi. Ko'p viloyatlarda 19 ming, 19,5 ming so'm atrofida sotilyapti, lekin Bekstagan bizning klientlarimizga 18 ming kelib olib ketsanglar, 18,5 ming so'm uylardan turib dastavka qildirsanglar, shunaqa narxga to'g'rilab qo'ygan. E'tibor berasizlar, 3 kun yoki 4 kun bo'ldi, yangi texnika bilan ta'minlangan, hurmatli do'stlar. Agar shunaqa staloklar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bu masalani ham Xudo xohlasa chiroyli hal qilib beradi. Uni ham nomerlarini qoldirib ketamiz. Bitta yoki ikkita odam bilan kuniga 1000 ta 2000 ta g'isht bemalol chiqarsanglar bo'ladi. E'tibor berasizlar, katta mana bunaqa mishalga polni qorishmalar aylanib, avtomatlashtirilgan tarzda qorishmalar kelib, mana bunaqa roliklar orqali g'ishtlarimiz taxlanadi, hurmatli do'stlar. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, uni ham hal qilib beradi. Penoblok xizmatlari, penoblok kerak ukam deydigan bo'lsanglar, buni ham Xudo xohlasa imkon qadar hal qilib beradi. Toshkent viloyati Parkent tumanida o'sha Nilufardagi taxta bozor ichida bu zavodimiz ish boshladi. Xudo xohlasa bemalol kelib, uylarni nima qilishdan qurish bilmayotgan bo'lsanglar, imindan bizga gazoblok tavsiya qilamiz. Bemalol kelib ishlarni bitirib olsanglar bo'ladi. Like'larni bosib qo'yasizlar, o'zingizlarni tanishinglarga, gruppalarga tarqatib qo'yasizlar. Shunaqa gazoblok qidirib yurgan tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, foydalanadi bemalol, mazza qilib ishini bitirib oladi.